Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun navbatdagi dastavkamiz Jizzax viloyati Zomin tumaniga bo'lyapti. Ana bizni mehmonlarimiz Sunnatulla aka va akamiz bojalari tashrif buyurganlar. Aziz aka, mana Shopir akamiz ham shu yerda. Aziz aka, endi tarixda bu baribir sizni bir ko'rsatib qo'ymasak bo'lmaydi. Sunnatulla aka, endi bir ikkita savollarimiz bor har galgidek. Bu endi qanday kelib qoldingiz, qayerdan eshitdingiz bu yerda katyol borligini? Shu haqida bir ikki og'iz endi baribir tomoshabinlarga qiziqdi. İnternet orqali yoqdi. Ha, internet orqali ko'rdingiz ha? Ha. Bu YouTube mi yoki Instagrammi yo OLX'danmi? YouTube'dan ko'radi. Ha, YouTube'dan ko'rgansiz-da, ha? Ha, katyollar degan nimamiz bor. Shundan ko'rgansiz. Ha, juda yaxshi. Yoqib qoldi. Ha. Narxi ham cho'ntak bo'lgan. Ha, narxi ham to'g'ri, ha. Endi men yaqinroq boraman sizga. Ko'rinmasangiz ham mikrofon uncha yaxshi olmayapti. Endi yana bitta nimada qanaqa katyollar olmoqchi bo'ldingiz va qanday shu nimaga keldingiz? Bir xulosaga kelishingizga bir sabab bo'lgan-ku baribir. Endi mana shu nima deydi, chet elniki yoqib qoldi. Aha. Ko'rib oldim, shu yoqib qo'ygan. Ha, Belarusda endi baribir video turishi nimaroqda baribir. Bizdan ancha oldinda ular 5lik staldan ishlangan aka. Bu nimangiz, katyolingiz? Tis Plus 20lik 150 kvadratni isitish uchun olganlar. 1 yil kafolati bor. Biron xil muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga o'zimizga telefon qilaverasiz. Aka, katyollaringiz muborak bo'lsin. Biron xil savol chiqib qolsa, bemalol nima qiling aka, kelib turinglar. Rahmat sizlarga. Tashakkur.